Muborak mebel fabrikasi. Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 99 115 55 07 99 115 55 06. Shohjahon Hamroliyev, Hindiston oliy ta'lim muassasasi O'zbek filiali xodimi, jamoa sardori. Ayubxon Umaraliyev, O'zbekiston temir yo'llari yosh mutaxassisi. Oyatulloh Hamidov, kasbi arxitektor. Muhammad Yusuf Ashurov, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 4-bosqich talabasi. Diyorbek Vosiqov, kasbi arxitektor. Assalomu alaykum Azon TV muxlislari, Azon klub ixlosmandlari, hurmatli bilimdonlar, Azon klubga xush kelibsiz. Birinchi mavsum, 3-o'yin. Inshaalloh loyiha mobaynida izdoshlaringiz safi davomli bo'lsin. Hali sizdan keyin yana 7 ta jamoa Azon klubning birinchi mavsumiga qabul qilinadi. Ma'lumot o'rnida Azon klubiga umumiy 10 ta jamoa kelishi rejalashtirilgan. Jamoalardan bittasi qolgunga qadar bahslar bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Bitta o'yinda g'olib bo'lgan jamoa umumiy natijalar hisoblab chiqilgandan so'ng navbatdagi bosqichlarga taklif etiladi. Umid qilamizki, bu sizlar bilan oxirgi uchrashuvimiz emas. Tayyor bo'lsangiz, bismillah, boshladik. Diqqat! Azon klub bellashuvi quyidagi mezon asosida o'tkaziladi. Bellashuvda yo'lovchi ko'rsatuvi g'oliblari jamoaviy ko'rinishda ishtirok etadilar. Har bir jamoa o'zlari tomonidan tayyorlangan sardorlarga ega bo'lib, muhim qarorlar jamoa yetakchisi tomonidan qabul qilinadi. Ko'rsatuv ijodkorlari tomonidan ma'lum bir raqam ortida joylashgan 11 ta savol bilimdonlar hukmiga havola etilib, berilgan javob uchun jamoalar 1 ball jamg'arishi yoki aksincha yo'qotishlari mumkin. Yakuniy natijada ijobiy hisobni qayd etgan jamoalar navbatdagi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. Shohjahon Hamroliyev bugun Azon klubning 3-jamoasiga sardor etib tayinlandi. Shohjahon, bunday mas'uliyatni bo'yningizga olishga tayyormisiz? Inshaalloh Allohning tavfiqi bilan qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Alloh muborak qilsin. Sardorlik qolganlarga nisbatan sizdan kattaroq mas'uliyat, bilim, tajriba, boshqaruv qobiliyati va albatta jamoani g'alaba sari yetaklashni talab etadi. Bu yo'lda sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Marhamat, birinchi raqamni tanlashingiz mumkin. Inshaalloh 11-pog'onaga qadar ishtirokingiz va jamoaning hamjihatliligi, qolaversa beriladigan javoblar xayrli, eng muhimi manfaatli bo'lsin. Birinchi raqam qaysi? Birinchi raqam 4-raqam tanladik. 4-raqam. Ushbu raqam ostida esa sizga quyidagicha savol bilan murojaat qilamiz. 4-raqam, birinchi savol. Diqqat! 2 qo'l egasi laqabini olgan sahobiy kim? Vaqt ketdi. Javob tayyor. Demak, berilgan 1 daqiqadan avval javob tayyor deya murojaat qilyapsiz. Shohjahon Hamroliyev. Albatta javob berishda o'ziga yarasha mas'uliyat bor. Ya'ni jamoa bilan ham fikr bo'lish kerak, jamoa bilan fikrlashish kerak, ularni ham fikri bilan qiziqqan holatda javob berish kerak. Javob tayyor bo'lsa, bemalol berishlari mumkin menga. Hozircha fikrim shu. Jamoa sardorisiz.
sizni bu qaroringizga qarshi chiqa olmaymiz, chunki loyiha mobaynidagi ishtirokni, loyiha mobaynidagi javoblarni qaysi vaqtda berilishini siz boshqarasiz. Marhamat, kimdan eshitamiz? Javobni o'zim berishga harakat qilaman. Javobimiz Ja'far ibn Abu Tolib radhiyallohu anhu. Mo'tada bo'lgan jangda u zot radhiyallohu anhu ikki qo'llaridan ayriladilar. O'sha bayroqni dastavval bir qo'llarida, so'ngra boshqa qo'llarda ko'tariladi va o'sha jangda shahid bo'ladi. Shunda Rasululloh alayhisalom aynan shu ma'nodagi hadisni aytadilar. Ya'ni Alloh taolo Ja'farni ikki qo'lining badaliga ikkita qanot berdi. O'sha u ila Ja'far jannatda uchib yuradi dedilar. Allohu a'lam. Qabul qildik. Ma'lumot uchun, berilgan javob uchun rahmat. Albatta Shohjahon aka, sizga havas qilsak arziydi, chunki birinchi bosqichdan boshlab, ya'ni birinchi savoldan boshlab jamoadoshlaringiz sizni sardor sifatida o'zlariga qabul qila olishdi. Ya'ni sizni fikringizni qo'llab-quvvatlashyapti. Bu albatta yaxshi, chunki bir jamoada bir insonga ishonish va ana shu insonning fikrini qo'llab-quvvatlash anchagina qiyin masala. Ikki kishi suhbatlashgan paytda ham ba'zida fikrlar jamlanmaydi. Lekin hozir 5 inson aynan sizga javob berish masalasida ishonyapti. Bu albatta yaxshi. Lekin maslahat bergan bo'lardim. Kelgusi savollarga javob berishda qolgan jamoadoshlaringiz fikri bilan ham o'rtoqlashing. Inshaalloh. Ana endi to'g'ri javobni eshitamiz. To'g'ri javob ikki qo'l egasi laqabini olgan sahobiy Harboq ibn Amr radhiyallohu anhu Bani Sulaymon qabilasidan. Hisob 0-1. Bilimdonlar shoshqaloqlik pand berdi sizlarga. Shoshqaloqlik pand berdi. Hech qisi yo'q, hali oldinda 10 ta bosqichimiz bor. Lekin ushbu bosqichlar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Ma'lum raqam ostida sizlarga birdaniga 3 ta savol beriladi. 3 ta savoldan ikkitasiga to'g'ri javob bersangiz, lekin bittasiga noto'g'ri javob bersangiz, hisob 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni ana shu bosqichdagi hisob sizning foydangizga emas, aksincha zararingizga ishlashi mumkin. Bundan tashqari yana bir bosqichda ustoz Mubashshir Ahmaddan maxsus savol sizlarga yo'llanadi. Hech qisi yo'q, kayfiyatni tushirmaymiz. Inshaalloh natija yaxshi bo'lsin. Natija yaxshi bo'lsin. Ba'zida mag'lubiyat g'alabaga sabab bo'ladi. Ikkinchi raqam. Ikkinchi raqam. Qaysini olaylik? 8 olamizmi? 8-raqam bo'la qolsin. Hurmatli boshlovchi. 8-raqam. Diqqat, savol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzinlari kimlar bo'lgan? Barchalarini tartib bilan to'liq ismlarini ayting. Vaqt ketdi. Abdulloh ibn Maktum Madinada, Makkada 3-lari kim edi? 3 ta sahobiy bor edi. 3-sahobiy Bilal ibn Maktum. Umumiy holatda Rasululloh muazzinlar deganda Bilal radhiyallohu anhu tushuniladi, lekin Madinada ko'zlari ojiz bo'lgan Abdulloh ibn Maktum bo'ladi. Yana bir sahoba bor, u Makkada bo'lgan. Biz hozir bitta naqa borki, haligi Ramazonda qachonki o'sha ko'zlari ojiz oshirlarcha u tomga ketardi degan ma'noda hadis bor. Ikkovlaridan boshqa hech kim yo'qmi menimcha? Yo, bormi? Jamoa faollashing, jamoa faollashing. Yoshlik Vositov, Muhammad Yusuf aka. Uchinchisi yo'q. U kishiniki bo'lyapti. U kishi Madinada ko'p bo'lgan. Borini aytamiz, nima qilamiz unda? Boshqa variant yo'qmi? Yo'q. Boshqa variant ham yo'q, to'g'ri. Vaqt tugadi. Shohjahon Hamroliyev, kimdan javobni eshitamiz? O'zingiz javob berib qo'ya qoling. Muhammad Yusuf javob beradilar. Muhammad Yusuf Ashurov. Javob berishga harakat qilamiz. Hazrat Umar ibn Xattob hamda yana bir sahobaga tushlariga azon ovozi eshitiladi. Tushlarida. O'shanga ko'ra aytadilarki, sen buni Bilolga o'rgatib qo'ygin, Bilolning ovozi balandroq deydi. Shu bilan payg'ambarimizning azonchilari, muazzinlari Bilol radhiyallohu anhu bo'ladi va shu boshqa rivoyatlarda ko'p kelgan, bizga tanish bo'lib qolgan Abdulloh ibn Maktum radhiyallohu anhu ham Makkaga qaytib hijrat qilgandan keyin ham
bizni bilishimizcha o'sha Ka'bani ustilariga chiqib Bilol radhiyallohu anhu azon aytganlar. Vallohu alam biz mana shu ikkalasi deb o'yladik. Demak, sizlarda javob ikkita. Ular esa Bilol ibn Raboh hamda Abdulloh ibn Ummu Maktum. Qabul qildik. To'g'ri javobni eshitamiz. To'g'ri javob quyidagicha. Keling ularni sonidan emas, ismlaridan boshlaymiz. Shohjahon Hamroliyev, meni eshityapsizmi? Eshityapman. Birinchi muazzin sizlar aytganingizdek Bilol ibn Raboh radhiyallohu anhu. Ikkinchi muazzin Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu. Buni qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 3 hamda 4 muazzinlari ham bo'lgan ekan. Ular Sa'd ibn Oiz al-Qaras Ansori va Abu Mahzura Jumahi radhiyallohu anhular edi. Hisob 0-2. Shohjahon Hamroliyev, nima bo'ldi bugungi bahsda? Nima bo'ldi? Endi hammamiz Allohni bildirganicha bilamiz-da, boshqa narsani ortig'ini bila olmaymiz. Inshaalloh harakat qilyapmiz. Bundan keyingilarida topishga harakat qilamiz. Alloh tavfiq bersin hammamizga. Ayxon Umaraliyev. Boshlanishdan oldin juda siyratdan yo'q. Men degandim, siyratdan savollar bo'lyapti o'shanga. Xudo xolasa bordir yana biz bilganlarimizdan. Anchagina boshdan boshlab faolsiz, ya'ni Ayxon Umaraliyev hamda Shohjahon Hamroliyevni o'zaro fikrlashayotganligini ko'ryapmiz, lekin boshqa jamoadoshlar, misol uchun Oyatulloh Hamidov birozgina jim o'tiribdilar bugungi bahsda. Ularni ham shu fikrlashish jarayonlariga taklif qilgan bo'lardik. Bundan tashqari Diyorbek Vosiqov ham yo'lovchi ko'rsatuvda o'zlarini anchagina ilmga ega ekanliklarini ko'rsatganlar, namoyon qilganlar. Ana endi bu keyingi bosqich. Ya'ni yo'lovchi ilm sari odimlashda davom etar ekan, super savolga javob bergandan keyin ana shu yerda to'xtash bo'lib qolyapti. Biz ana shu safarni Azon klub orqali inshaalloh davom ettirmoqchimiz. Albatta bu birinchi mavsum. Ushbu safarimiz xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin. Marhamat, Shohjahon Hamroliyev, navbatdagi raqamni tanlashingiz mumkin. Ikkinchi raqamni tanladik. Ikkinchi raqam. Diqqat, bilimdonlar, qaysi sahobiya ayol Toif muslimasi laqabini olgan? Vaqt ketdi. Toif muslimasi. Kim edi? Qaysi sahobiya edi? Toifdan sahobiya ayol. Rasululloh Toiflik o'zi sahobiya. Toifga borganlarda yo'q. Fikrlashamiz. Oyatulloh Hamidov. Toifga borishlar. Yo'q. Ma'lumot yo'q. Menda yo'q. Tavakkal qilib ko'ramizmi? Kim edi hisobga keldi? Oyatulloh, variant yo'q. Toiflik ayol. Toiflik. Vaqt tugadi. Shohjahon Hamroliyev. Kimdan eshitamiz javobni? Ushbu sahobiya ayol kim ekan? Kim bizga ma'lum qiladi? Endi hech qaysimizda aniq javob yo'q. O'zim javob berishga harakat ko'raman yana. Demak, taxmin va taxmin bildiraman. Savolga javob berish mas'uliyatini o'z bo'yningizga olyapsiz. Bu albatta boshqalarni faollashishiga yo'l. Chunki Sardor o'ziga qanchalik mas'uliyatni olsa, bu jamoa yaxshi ishlamayapti degani. Chunki jamoa yaxshi ishlasa, Sardorda mas'uliyat faqat ularni boshqarish bo'ladi. Jamoa birozgina faollashamiz. Bugun sizlarni taklif qilinganligingizni eshitib, shaxsan o'zim eng qizg'in bahs, birinchi mavsumdagi eng qizg'in bahs mana shu bahs bo'ladi deya taxmin qilganman. Lekin taxminlarim hozircha o'zini oqlamayapti. Savollar bir oz odamni chalg'ityapti. Ismlar, nomlarini eslashga sal odam o'zim javob berishga harakat qilaman. Marhamat. Baribir hech kimda variant yo'q ekan. Inshaalloh meni aybdor qilishmaydi deb o'ylayman. Yo'q, bemalol. Havla binti Salaba radhiyallohu anha. Qabul qildik. Boshqa variant kelmadi menga. Toiflik ekanligini ham bilmayman. Shunchaki mashhur sahobiya deb shuni ayolni taxmin qilyapman xolos. Aniq o'zimizda variant yo'q lekin.
Boshqa variant chiqmadi ham hech kimda. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Hozir bu yerda javob hech kimda yo'q ekan. Bu yerda biz ushbu javobga yaqin ham emasmiz deya javob berishdan o'zingizni olib qochishingiz ham mumkin edi. Lekin taxmin qilish ham o'rganishning birinchi bosqichi deya olamiz. Agar u samara bersa, ya'ni bugungi bahsdan keyin jamoa to'planib, qandaydir guruhni tashkil etib, qaysidir yo'nalishda albatta bo'lishib olibmi yoki bo'lmasam birga bahslashibmi, ilmni kuchaytirishni yo'lga qo'ysa, albatta bu jarayon xayrli, foydali. Biz mana shundan umidvormiz. To'g'ri javob esa quyidagicha. Toif muslimasi laqabini olgan sahobiya ayol Ruqayqa Saqafiya radhiyallohu anha. Hisob 0-3. Haydar qilsin. Hali imkoniyat bor, xudo xohlasa. Inshaalloh. Harakat qilaylik. Yana 8 savol qoldi. Ayubxon, Labbe. nima bo'ldi bugun? Nima bo'ldi bugun? Endi faqat sigaretdan bo'lyapti, aytdim-ku. Bo'lsin boshqa. Bironta. Yo'lovchi onlaynda kuzatib turardim. O'sha izohlarda bir izohda 4 ta savolning javobini birdaniga berish kerak bo'lgan paytlarda birinchi bo'lib gohida Ayubxonni, gohida Shohjahonni ko'rardik. Lekin bugun na Ayubxon, na Shohjahon studiyada birinchi bo'lyapti. Biroz baribir hozir loyihada hayajon ham baribir pand beryapti bizga. Diyorbek bilan Oyatullo shuni sezilib turibdi bu hayajon. O'zimizda ham bor. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Keyingilar topishga harakat qilamiz inshaalloh. Imkon qadar hayajonni yengishga harakat qiling. Negaki ana shu savollar xususida sizda ma'lumot bo'lishi mumkin, to'g'ri javoblar bo'lishi mumkin, qaysidir manbada o'qigan bo'lishingiz mumkin. Aynan mana shu savolga tayyorgarlik ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Keling shu o'rinda suhbatlashsak. Bugungi bahsga tashrif buyurishdan oldin jamoadoshlaringiz qanday tayyorgarliklarni amalga oshirishdi? Muhammad Yusuf akamizdan boshlasak. Agarda ruxsat bersangiz jamoa sardori sifatida. Mayli, bemalol. To'g'risini aytsam, bu yerga kelishdan oldin tayyorlanish, ana shu ko'rsatuv uchun tayyorlanib savol-javoblarga bunaqa imkoniyat bo'lmadi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ba'zi bir yumushlarni bajarish bo'ynimizda qolib ketganligi uchun aynan bir vaqt ajratib tayyorlanish uchun imkoniyat bo'lmadi. Yaqinda uylangan ekanlar o'shana hisobiga, hurmatli do'stlar. To'g'ri tushunamiz bu anaqa. Yangi kuyovga Shunday sal. Albatta boshqa yo'nalishdagi ishlar, boshqa yumushlar muhim bo'ladi. Lekin imkon qadar Oila tashvishi. Oila tashvishlari bir chetda ularga xalal bermasligi kerak. Ya'ni mo'min inson oila qurgandan keyin iymoni butun bo'ladi, deyshadi ko'pchilik. Iymoni butun bo'lgan inson albatta loyihada ishonchi ham butun bo'ladi. Ishonch qachon butun bo'ladi? Ilm butun bo'lsa. Inshaalloh navbatdagi bahslarda, navbatdagi mavsumlarda bu albatta umid qilamiz sizlar bilan oxirgi uchrashuvimiz emas. Inshaalloh bo'ladi. Tashrif buyurganingizda buni samarasini ham ko'rsatamiz. Muhammad Yusuf aka, albatta kelgusi bahslarda jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelasiz. Inshaalloh harakat qilamiz. Xo'sh, davom etamizmi? Davom etamiz. Navbatdagi raqam. Xo'sh. 7-raqam. 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 Boshidagi shartlarda, ya'ni dastur avvalidagi shartlarni tushuntirib o'tayotganimda maxsus qismlar mavjud. Ularning birida 3tasi birda, ya'ni bir-birakayiga 3 ta savol beramiz. Yana biri esa ustoz Mubashshir Ahmaddan maxsus savol deya murojaat qilgan edik. 7-raqam ostida 3tasi birda. Mayli. Baribir tushganni ko'z ko'radi. Shunday. Savol quyidagicha. Diqqat bilan savollarni yozib oling. Birinchisi, Qur'oni Karimda nechta sura qul so'zi bilan boshlangan? Savolni takrorlaymiz. Qur'oni Karimda nechta sura qul so'zi bilan boshlangan? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Savolni tinglang. Shohjahon Hamroliyev bahsdan oldin savolni tinglang. Jamoadoshlaringiz ham albatta. Ikkinchi savol quyidagicha. Sariya nima? Uchinchi savol. Qaysi sahobiya ayol shahidlarning onasi deb nomlangan? Vaqt ketdi. Nusayb Nasiba.
Uchta o'g'illari nimada o'ladi-ku? Umomada o'ladi-ku? Yamomada. Yamomada uchta o'g'illari o'ladi. O'sha kishini kim ismlari? Kim o'sha? Yo'l uchratib qoladilar. Ha, biz faqat Allohni biz boshimizga tushgan narsa qalbimizni ortadi, faqat Alloh rozi bo'lgan so'zda aytamiz deydilar. Ismlari nima edi o'sha ayolni? Yo'q. O'g'illarim qani, o'g'illarim qani. Shahidlar onasi. Shahidlarning onasi. U birinchi shahid bo'lgan ayol u, Sumayya radhiyallohu anha. Boshqa. Balki o'sha kishidir. Shahidlar onasi deyapti, deyapti-ku. Ammo to'g'ri. Balki o'sha Sumayya. Kim edi otlari? Yo'q, shahidlar onasi, ya'ni shahid ketganlarning onasi emasmi? Shahidlarning onasi deb nomlangan sahobiya ayol. Nasibami? Sayyida emas-da, sayyida bo'lganda birinchisi bo'lishi mumkin edi. Eng yaxshisi afzali bo'lar, to'g'rimi? Nasiba u anaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib jang qilgan ayol u. Shunaqa bo'lsa kerak. Nasiba radhiyallohu anha. O'sha insonlar menimcha Alloh alam aniq, lekin ismlarini Qulya. Keyin pastda 3 ta qul. Uchta yo'q? Yo'q. 4 ta bo'ladi shuni. Sariyani bilamiz. Sariya bormagan. Tugadi. Davay. Shohjahon Hamroliyev, bilasizmi? Aynan jamoaga yordam berish maqsadida bu qismda ya'ni 3 tasi birda savol yo'llanganda jamoaga 1,5 daqiqa vaqt berilishini aytmagan edim. Ya'ni sizlar 1 daqiqani hisobga olib tezroq bahslashsangiz, tezroq fikrlashsangiz, lekin hisob 1,5 daqiqa etib belgilangan bo'lsa foydasi bo'ladi degan umidda. Javoblarni kimdan eshitamiz? Sizdan birorsa, men ayol kishini otlarini bilmayman, to'g'risi, qaysi sahobalar ayollardan. Bahsni tugatamiz. Xo'sh, yana o'zim javob berishga harakat qilaman. Qur'oni Karimda qul bilan boshlangan suralar 4 ta. Kafirun, Ixlos, Falaq va Nas suralar. Sariya deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari qatnashmagan jang, ya'ni bitta sahobiyni boshliq qilib yuborganlar. Xo'sh, shahidlar onasi nomini olgan sahobiya radhiyallohu anha esa Sumayya radhiyallohu anha. Ya'ni islomdagi birinchi shahid ayol. Yo'q, Nasibani olamiz. Nasiba radhiyallohu anha 3-chisiga. Demak, qabul qildik. Qabul qilganimizning sababi ham bor. Ba'zi manbalarda Nusayba ham keladi-da. Endi Nasiba, Nusayba keladi har xil. Qabul qildik. O'zi odatda berilgan javoblarni og'izdan chiqqandan keyin o'zgartirmaslik bu loyihaning sharti. Lekin ataylab qabul qildik. Buning sababi bor. Javoblarni eshitganingizda bilasiz. 7-raqam ostida 3 ta savol bilan murojaat qildik. Ularning birinchisi Qur'oni Karimda nechta sura qul so'zi bilan boshlangan edi. Ular 4 ta deya murojaat qildingiz. Ana endi ularni sanab o'tamiz. Kafirun surasi 1, Ixlos surasi 2, Falaq surasi 3, Nas surasi 4, Jin surasi 5. Qolgan javoblaringizni ham muhokama qilamiz. Shohjahon Hamroliyev, tinglang. Eshitamiz undan boshlovchi. Sariya nima? Javob: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror bir maqsadni ko'zlab bir sahoba boshchiligida yuborgan maxfiy jangovar guruh, unda jang bo'lganmi, bo'lmaganmi farqi yo'q, Sariya deb atalgan. Ana endi 3-savolga bergan javobingizni muhokama qilamiz. Ya'ni to'g'ri javobini bilamiz. Shahidlarning onasi deb nomlangan sahobiya ayol Azro binti Ubayd Ansoriya radhiyallohu anha. Hisob 0-4. O'zimizga kelaylik. Yana ikkita yutqazsak hozir. Aynan men aytmoqchi bo'lgan gapni Sardor aytayaptilar. Shohjahon Hamroliyev, o'zimizga kelaylik. Sariya to'g'ri bo'ldi. Surasi borligini. Jin surasi. O'zingiz ta'kidlaganingizdek, o'sha hayajon sizlarga pand beryapti. Ya'ni o'sha 3 ta savolning birinchisida o'sha qul bilan boshlanuvchi suralarda chalkashib ketganligingiz ham hayajonni sizga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatayotganligining bir ko'rinishi.
Shohjahon Hamroliyev aytib o'tganimdek, bugun sizda mas'uliyat har doimgidanda katta. Har doimgidanda katta mas'uliyat bilan harakatlanishingiz kerak. Chunki sizni zimmangizda 5 kishining loyihadagi natijasi turibdi. Bir o'zingizni emas, naqd 5 ta. Davom etamiz. Hurmatli bilimdonlar, hisob 0-4. Shohjahon Hamroliyev, navbatdagi raqamni tanlashingiz mumkin. 5-raqam. 5-raqam. Diqqat, savol. Hurmatli bilimdonlar, yo'lovchi ko'rsatuvining g'oliblari Muhammad alayhissalomni insonlardan oxiri ko'rgan inson kim? Vaqt ketdi. Nima deganlar? Abu Tufayl Omir ibn Vasila radhiyallohu anhu. Eng oxirgi vafot etgan sahoba. Oxirgi Menda shu ko'rgan. Oxir ko'rganmi? Oxirgi ko'rgan. Agar vafotlaridan oxirgi ko'rgan. Ya'ni qabrga birinchi qo'ygan? So'raydi savol. Hurmatli boshlovchi, oydinlik kiritsak bo'ladimi savolga? Bemalol. Qabrga qo'yishda oxirgi ko'rganmi yoki tirikliklarini oxirgi ko'rganmi? Oxirgi vafot etgan sahobami? Vaqtni to'xtatamiz. Vaqtni to'xtatamiz. Ya'ni bu yerda muhokamaga biz savol tuzuvchi inson Muhammad Bobur Muhiddinovni taklif etamiz. Savolga izoh berishlari uchun. Marhamat. Bu sahobiy payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni amakilari o'g'illari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng o'xshagan sahobiylardan bo'lganlar. Yordam va izohlar, aniqliklar menimcha yetarli. Shohjahon Hamroliyev, vaqtni davom ettiramiz. Shohizodadagi Samarqand shohizodada ba'zi manbalar shunday keladi. Oxirgi ko'rgan sahoba deb, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Shunday. qabrlarga Hozir savolga oydinlik kiritolmadik, mana Xudo xolisa oydinlik kiritdik. Javoban Alloh alam. menimcha ham Qusam ibn Abbos. Kimda qanaqa variant bor? Oyatulloh boshqa. Yana Javob Qusam ibn Abbos. Biz faqat o'sha savolga oydinlik kiritolmadik, mana endi Xudo xolisa. Xudo xolisa Qusam ibn Abbos. Boshqa variant yo'q bizda. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Javobni kimdan eshitamiz? Hurmatli boshlovchi, javobni Muhammad Yusufdan eshitamiz. Muhammad Yusuf. Marhamat. O'sha Saodat asri davrida sahobalarni bo'ynida eng bir mas'uliyatli vazifa desa ham bo'ladi, islomni tarqatish. O'sha davrda Mavorin Nahrga yurish qilib kelib, mana shu yerda vafot etib qolgan O'zbekistonda birdan bir qabrlari bor sahoba Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu deb biz taxmin qildik va inshaalloh shu javobda qolamiz. To'g'ri degan umiddamiz albatta. Qabul qildik. To'g'ri javob. Muhammad alayhissalomni insonlardan oxiri ko'rgan inson Qusam ibn Abbos ibn Abdul Mutallib radhiyallohu anhu. Tabriklaymiz. 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 Alloh muborak qilsin. Hisob 1-4. Ana endi sizni hisobingiz yurishni boshladi. Inshaalloh davomli bo'lsin mana shu qadamlar. 1-4 emas, aksincha. Bizni hisobimiz mana shu 4 bo'yicha qolsa ham xursand bo'lamiz. Chunki bizni maqsadimiz sizlarni mag'lub qilish emas. Odatda fiqh bilimdonlari ko'rsatuvida Shohjahon Hamroliyev qo'ng'iroq qilganda bizni maqsadimiz bu safar Shohjahonni yengish deb murojaat qilardim. Bu safar maqsad ushbu jamoani yengish emas. Bu safar inshaalloh mana shu savollarning to'g'ri javobini topib, mana shu jamoa bilan keyingi mavsumga o'tish. Navbatdagi raqamni tanlashingiz mumkin. Davom etamiz. Birozgina chehralar yorishdi. Bundan biz ham xursandmiz. 9-raqamni olamiz. 9-raqam. Hurmatli bilimdonlar, 9-raqam ostidagi savolni o'qib eshittiraman. Lekin bilasizmi, Shohjahon Hamroliyev, ana endi loyihaning ushbu qismida sizni qanotingiz ostiga deymizmi? Muhammad Yusuf ham qo'shilishni boshladi. Ana endi jamoa shakllanishni boshlayapti, sekin-sekin. Lekin 11-savolda Oyatulloh hamda Diyorbekni qo'shilgani jamoaga foyda keltirarmikin? 10-savolda juda ham yaqin so'nggi pog'onaga. Ular ham sizga tezroq yordamga kelish kerak. Inshaalloh yordam berishadi, hurmatli. Tezroq jamoaga qanot bo'lish kerak. Bejiz siz mana shu studiyaning markazida emassiz. Ikki tarafingizda ikki qanotlaringiz turibdi.
ular bilan parvoz qilishingiz kerak oxirgi mavsumga qadar. Inshaalloh parvoz qilamiz oxirgi vaqtga. 9-savol. Keling, savolni o'qib eshittirishdan avval birozgina chehralar yorishganligini inobatga olib, yaqindan sizlar bilan tanishamiz. Chunki aynan Ayubxon akamiz bilan ham, shaxsan o'zingiz bilan ham, qolgan ishtirokchilar bilan ham faqatgina biz onlayn dasturlarda ismlarini bilib tanishganmiz. Ularning sohalari albatta biz uchun qiziq bo'lgan soha. Aynan kimdan boshlaymiz? Oyatullo aka, keling sizdan boshlaymiz. O'zi qanday sohada faoliyat yuritasiz? Qanday qilib yo'lovchi ko'rsatuvida ishtirok etib qoldingiz? Qanday qilib Azon klubga tashrif buyurdingiz? Men o'zi o'sha arxitektura kollejini bitirdik, shu do'stim Diyor bilan birga. Hozirgi kunda shu birgalikda Alloh qodir qilgancha birga hamkasb bo'lib ishlayapmiz shu sohada, dizayn, arxitektur ikkalasi birgalikda xudo xolisa. Azon TVni yo'lovchi ko'rsatuvida bo'lsa, o'sha esimda bir 5 hafta bo'ldi shekilli, menimcha shu juma kuni edi. Jumadan chiqqanimizda shu Telegram kanaliga e'lon berishgan ekan, yo'lovchi ko'rsatuvi jumadan so'ng o'sha Azon kitoblar markazida bo'lishini o'sha e'lon qilishgan ekan. O'sha yoqqa bir ikkalamiz bir o'zi anchadan juda havosimiz kelardi, qatnashimiz kelardi to'g'risi. Shu kun nasib qilgan ekan, shu kuni o'sha yerda qatnashib, Alloh qodir qildi, super savolgacha birga kelib javob berdik. Mana bugun ham mana nasib qilgan ekan, shunday insonlar bilan birga yana Azon klubga ham qatnashib turibmiz. Alloh qodir qilgancha. Tabriklaymiz. Azon klubi a'zosi bo'ldingiz. Ya'ni birinchi mavsumning 3-o'yinida ishtirokchisiz. Qolaversa, bu yerda ham yelkama-yelka bir jamoada ishtirok etyapsiz. Diyorbek akamiz bilan, demak, ikkalangiz ham arxitektura sohasida faoliyat yuritasizlar. Inshaalloh yurtimizni chiroyiga chiroy qo'shib turadigan binolarni qad rostlashida sizlarning chizgilaringizdan foydalanilyapti va majoziy ma'noda gapirishim mumkin, ushbu jamoani ham balandgina ilm sohasida imorati bo'lish kerak. Barcha joylardan ko'rinib turadigan, mana bu qavat Shohjahon Hamroliyevning jamoasining qavati ekan. Mana shu bino Shohjahon Hamroliyevning jamoasi qurgan bino. Mana shu ilm binosi deya tanishini istagan bo'lardik. Davom etamiz. 9-savol. Diqqat. Savol. Arablarning dahosi laqabini olgan sahobiy kim? Vaqt ketdi. Arab dahosi kim? Salmon Farsi arab bo'lmagan. Yo'q, Forsdan. Ajam bo'lgan. Abrumiya uzunlik. Arablarning dahosi. Mushtahid sahobalar bilan. Muaviya ibn Dahomikin o'sha. Muaviya ibn Abu Sufyon. Muaviya ibn Abu Sufyon. Shu kishi. Anaqa. Muaviya emas. Xira anaqaga sulh. Abu Sufyon ibn Harb. Yo'q, emas. Sahobachi. Qaysi? Anaqa bilan Abdulloh ibn Abbos bor. Aytwasizlar, qani? Esim kelmayapti. Qaysi? Ilmi. Amr ibn Os. Amr ibn Os. Amr ibn Os. O'shalar bo'lishlari mumkin, chunki hamma anaqada Shu bahs bob, sulh bob bo'lgan. Shularni yo'g'oshadi-ku, anaqaga. Nima edi? Muzokara qilishga juda puxta bo'ladi. Sulh qilishga juda Zalolatda bo'lgan paytlari johiliyat davrida o'qishini anaqaga Habashistonga jo'natishadi. Habashiston. Bahsga ustada bu kishini o'sha Siyosat bobida, hamma narsada. Vaqt tugadi. Shohjahon Hamroliyev kimdan javob eshitamiz? Men xursandman, chap qanotingiz ham parvozga shaylanishni boshladi, ya'ni sizga yordamga keldi. Oyatullo akamizni nazarda tutdim. Javobni Oyatullohdan eshitamiz. Inshaalloh to'g'ri javob beradi degan umiddamiz. Shu 9-raqamli savolda shu arablar dahosi deganda shu meni fikrim, bular ham qo'llashdi menimcha, xudo xolisa. Shu Amr ibn Os roziyallohu anhu bo'lsa kerak, vallohu alam. Chunki ular o'sha siyosat bobida, ya'ni o'sha savdo bobida ham o'sha kitoblarda o'qiganimiz, o'sha kinolarda ko'rganimizda, ya'ni aql egasi, ko'p narsani inson fikr jihatidan oldindan biladigan, taxmin qilib biladigan inson deb bilganmiz. Vallohu alam shu javobni jamoa bilan kelishgan holatda berdik. Yo'g'i, nasib qilsa, vallohu alam to'g'ri bo'lsa deb umid qilamiz, xudo xolisa. Javobimiz shu, Amr ibn Os roziyallohu anhu. Qabul qildik. Albatta, Oyatullo aka, mana shu savol berilgandan keyin jamoani o'z fikringiz sari yetaklashga harakat qildingiz. Bir qancha ma'lumotlar berdingiz. Adashmasam filmlar haqida ham gapirib o'tdingiz. Mana shunday. Albatta bu yaxshi. Ya'ni bir fikrni bergandan keyin u bo'yicha ma'lumotlarni berib,
haqiqatdan ham o'sha fikrni to'g'ri ekanligiga avvalo o'zimizni, ana undan keyin jamoani ishontirishimiz kerak. Uni avval o'zimizni oldimizda to'g'ri ekanligini isbotlab olishimiz kerak. Javob lekin noto'g'ri deya olmaymiz. To'ppa to'g'ri. To'g'ri javob Amr ibn Os radhiyallohu anhu. Hisob 2-4. 2-4. Azon TV'ning maxsus idishlaridan suv ichganligingiz menimcha sizlarga kuch beryapti. Kuch beryapti. Yana ichaveramiz. Boshidan To'p ichib beri turing ana shu suvlardan. o'yin boshidan beri Allohning zikrini eshitib turibdi bu suvlar. Xayrli suv bo'lib qopti-da. Inshaalloh, albatta fikringizga qo'shilaman. Qaysi joyda, qaysi qalbda Allohning zikri bo'lsa, Allohning muhabbati bo'lsa, Qalblar orom oladi. qalb orom oladi. Bundan tashqari kim Allohga boqsa, Alloh ham o'sha bandasiga boqar ekan. Inshaalloh sizning jamoangizni ham Alloh taolo qo'llab-quvvatlasin. Sizlar orqali tomoshabinlar ham manfaatli bo'lgan bilimlarga ega bo'lsin. Davom etamiz. Shohjahon Hamroliyev, birozgina yuzingizda tabassum ko'ryapman. Navbatdagi raqam. Birinchi raqam. Birinchi raqam. Diqqat, savol deyishdan oldin murojaat. Ushbu savol ustoz Mubashshir Ahmaddan sizlarga yo'llangan. Savol quyidagicha. Diqqat bilan tinglang. Aqidadagi tamonu tushunchasi nima? Tushuntirib bering. Izohlar bilan. Savol: aqidadagi tamanu tushunchasi nima? Vaqt ketdi. Eshitganlar yo'q. Omma bo'lgan tushunchalar misol uchun. Tamam. Tamanini eshitmaganman lekin. Mana eshitmaganman. Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Bironta aytib ko'ringlar, mana. Aqida bo'yicha. Arab tilidagi anaqani oladigan bo'lsak, tamannun. Nima degan? Yo'q, hozir taxmin qilib ko'ramiz-da. Tamannun desa, mana misol uchun so'zdan olingan bo'lsa bu yerda bilmasam shu. Ma'nosi. Arab tilida. Aytavering. Tamam. Nima? Ayt, gapiring. Xos, o'sha o'ylayapman-da. 15 soniya vaqt qoldi. Ma'no jihatidan nimalarni bildirish. Men aqida to'g'risida o'qiydi, aqida o'qimaganman. O'sha ma'nosini, ma'no jihatdan. Faqat ishni biror bir narsani. Tamam. Kauniyat, g'aybiyot degan narsalar bor. Yo'q. Ularga tegishli Yo'q. Kamiyat, g'aybiyot. tamam. Tamam. Vaqt tugadi. Shohjahon Hamroliyev, bahsni to'xtatamiz. Tamonu. Marhamat, kimdan javobni eshitamiz? Shohjahon Bizda bir Hamroliyev. aniq variant chiqmadi. O'zim javob berishga harakat qilaman, yana mas'uliyatni qo'lga olgan holda. Marhamat. Aqidadagi tamanu aniq bir manba o'qimaganman. Shunga ikkilanib javob beraman. Alloh taoloning sifatlariga noto'g'ri nisbat berish. Ya'ni ism sifatlariga noto'g'ri nisbat berish. Masalan, Ya'ni qaysidir ma'noda Alloh taoloning ba'zi sifatlarini rad etish. Ism sifatlarini. mana shu javobni qabul qilsak bo'ladimi? Boshqa variantimiz ham yo'q bizda. O'shanga jamoa bilan maslahatlashdik, boshqa bir variant chiqmadi. O'zimda ham taxmin bu, aniq bir javob emas. Qabul qildik. Aynan bu borada ustozdan bo'lgan savol bo'lganligi uchun ushbu savolni bizga yetkazgan Muhammad Bobur Muhiddinovga yana bir bor murojaat qilamiz. Javobni ular o'qib eshittiradi. Marhamat. Aqidadagi tamanu tushunchasi nima? Xo'p, oranglarda agar arab tilini biladiganlar, ozgina xabardorlar bo'lsa bilishadi. Tamanu so'zi mana yumani'udan chiqqan fe'lli masdari bo'lib, tamanu ya'ni man etish ma'nosini bildiradi. Bu degani agar ilohlar ikkita bo'lib qolsa,
unda ikkita iloh bir-biri bilan zid bo'lib, bir-birini yo'q qilib tashlagan bo'lar edi degan tushuncha. Bu Alloh taoloning yagona ekanligiga aqliy dalil hisoblanadi. Bu borada yana shu ma'noda Qur'oni Karimda Anbiyo surasining 22-oyatida ham shu ma'noni ko'rishimiz mumkin. Astag'izu billah. Law kana fihima alihatun illallohu lafasadata degan ma'nodagi oyat. Demak, tamoni mana shu. Agar ilohlar ikkita bo'lib qolsa, unda ikkita iloh bir-biri bilan zid bo'lib, bir-birini yo'q qilib tashlagan bo'lardi degan tushunchani tamano deyiladi. Hisob 2-5. Shohjahon Hamroliyev ustoz Mubashshir Ahmad tomonidan berilgan savolga to'g'ri javob taxminlar o'zini oqlamaganligi sababli bera olmadik. Hisob 2-5. Davom etamiz. Kayfiyatni tushirmaymiz. Biroz avvalgi kayfiyatni saqlab qolish kerak. Albatta saqlab qolish kerak. Qaysidir joyda cho'kish, qaysidir joyda o'sishga sabab bo'ladi. Ya'ni ba'zi harakatlanuvchi ulovlarga e'tibor bergan bo'lsak, ya'ni ularni motor qismi bo'lmasa, bir qirdan ikkinchi qirga o'tayotganini kuzatganmisiz? O'sha pastlikka tushib ketayotgan avtomobil yoki ulov tepalikka chiqishi oson bo'ladi. Chunki unda kuch bo'ladi. Bu ham sizga ana shunday yuksalishga sabab bo'ladigan kuch bo'lsin. Davom etamiz. Navbatdagi raqam 11-raqam. 11-raqam ostidagi savol. Diqqat! Azon klub bilimdonlari, yo'lovchi ko'rsatuvining g'oliblari, fiqh bilimdonlari ko'rsatuvining g'oliblari, ko'pchilik bilgan, ko'pchilik tanigan, ko'pchilik havas qilgan, ko'pchilik ko'p narsalarni o'rgangan Shohjahon Hamroliyev jamoasi. 11-savol quyidagicha. Islomda birinchi muhtasib kim? Savolni takrorlaymiz. Islomda birinchi muhtasib kim? Vaqt ketdi. Hisob qiluvchi. Muhtasib, hisobchi. Shuni o'yladi. Hisobchi bo'ladimi? Xo'p. Shunda kim? Hisobchi. Islomda birinchi hisobchi. Umar ibn Xattob davrida bo'lganmi? Taxminan so'z jihatdan muhtasib degani mana shu. Hisob qiluvchi. Olingan bo'lsa Alloh taolo albatta muhtasib degani hisob qiluvchi degani ma'noda. Hisob qiluvchi. Alloh Kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin? Ana zakot bizni zakot molni hisob kitob qilish mumkin. Anas ibn Malik haligi zakotga olingan hadisda aytadilar-ki, bizdan Abu Bakr Siddiq jo'natdi. Qo'ylarni yig'ib kelishga deb. Payg'ambarimizni davrida bor edi, masalan, Abu Hurayra Baytul Molga nima bo'lib turadi? Qorovul bo'lib turganida shayton kelib odam so'radi. U qorovul bo'lib turadi. 15 soniya vaqt Hisobchi qoldi. kim? Hisobchi. Birinchi hisobchi. Kim? Biz tanimagan, mashhur bo'lmagan sahobami yoki mashhur? Mashhur emas degan. Abu Hurayra Vaqt tugadi. Shohjahon Hamroliyev. kelingan baribir o'sha qorovul bo'ladimi kimdir? Muhammad Yusuf, bahsni to'xtatamiz. Kuyov bola qizishib ketdik-ku. Shunaqa bo'lyapti, hurmatli boshlovchi. Olovlarni boyagi olovlarni yoqing deganingizga Olovlar yonib, vaqtni ham kuydirib yubormasin-da. Javobni kimdan eshitamiz, Shohjahon Hamroliyev? Javobni kuyov bolamizdan eshitamiz, Muhammad Yusufdan. Muhammad Yusuf, marhamat. Keling, javobni aytishdan avval Azon TVning maxsus idishlaridan suv ichib oling. Balki bu sizga foyda berar. Ana endi javobni eshitamiz. o'sha mashhur o'sha hadis bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Baytul Molga ba'zi bir ma'noda qorovul deymizmi yoki o'sha yerda hisobchisimi yoki o'sha yerda boshlig'imi, boshimi bo'lib turganda Demak, bitta javob to'xtamga kelishim qiyin bo'lyapti. Hozir yana boshqa variantlar ham tug'ilib qolyapti. javobni eshitamiz. Vaqt Ko'proq o'sha savdo sotiq iqtisod sohasi bilan bo'lgan katta o'zgarishlarni Hazrati Umar
radhiyallohu anhu kiritganda. Demak, Hazrati Umar radhiyallohu anhu variantida qolaylik. Umar ibn Hattob to'ldirsak, shundaymi? Umar ibn Hattob. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu. Javobni qabul qildik. Ana endi to'g'ri javobni eshiting. Muhammad Yusuf aka, siz bir narsani to'g'ri qildingiz. Azon TVning maxsus idishidan suvni ichib to'g'ri qildingiz. Javob Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu. Maşallah. Gap yo'q. 3-5. Jarlikdan tortdik bizni. Hisob 3-5. Ko'p suvdan ichib turish kerak ekan. Nafa. Sal Mashallah. Bo'ldi. Albatta bu hazil. Suv haqidagi gaplarimiz hazil, lekin Kuch va quvvat Allohdandir. Lekin albatta bu yerda Allohning zikri bo'lib turibdi. Alloh taolo bizga yuborgan din bo'yicha suhbat bo'lyapti. Ilm suhbati bo'lyapti. Ilm davrasi qurilyapti. O'zingiz ta'kidlaganingizdek, mana shu suv ham ana shu davrada xizmat qilyapti. Tabriklaymiz. Hisob 3-5. Shohjahon Hamroliyev, tanishuvni davom ettiramiz. Jamoada aynan bir insonni faoliyati men uchun va oxirgi daqiqalarda muxlislar uchun ham qiziq bo'ldi deya olaman. Muhammad Yusuf Ashurov. O'zi Azon klubga qanday qilib keldingiz? Qanday faoliyat yuritasiz? Qaysi sohada faoliyat yuritasiz? Azon TVni yo'lovchi ko'rsatuvida ishtirok etishim biroz qiziqarli voqealar ustida bo'ldi. O'zim Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'qiyman. O'sha paytda ayni sessiya jarayonlari ketayotganda va mustaqil ish topshirish, shunaqa ishlar bilan bo'lib turganimizda mustaqil ishni topshirish uchun ketayotganimda yo'lda qarasam Qamariddin aka, Yorqin aka bor ekan, ikkalasi yo'lovchi ko'rsatuv syomka bo'yotibdi. Domlaga mustaqil shoshib olib ketyapman-da, indamay o'tib ketibman-da. Keyin yurib bir 15 qadam yurgan ekan, yo'lovchi ko'rsatuvmi? Qamariddin akami dedimda, keyin orqaga qaytib borib ishtirok etdim yo'lovchi ko'rsatuvda. Alloh nasib qilib yo'lovchi ko'rsatuvda g'olib bo'lib, mana bugun Azon klub loyihasiga kelib turibmiz. O'zi faoliyatim o'zim Jizzax viloyatidanman. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasiman, hozir 4-kursman. Xudo xolasa bitirib Alloh xayrli qiladigan, dinga, xalqqa, oilamga xizmat qiladigan ish kasb egasi bo'lish niyatimiz bor. Inshaalloh niyatingizga yeting. Inshaalloh niyatingizga yeting. Davom etamiz. Shohjahon Hamroliyev. Kayfiyatni tushirmaymiz. Aytib o'tganimdek, hali oldinda bosqichlar bor, 3 ta savol bor. 3 ta savolda esa natijalar mutlaqo o'zgarib ketishi mumkin, yoki ijobiy yoki salbiy tarafga. Bu baribir sizga bog'liq narsa emas, chunki sizni qanotlaringiz bor. Ko'p qanotlar haqida gapiryapmiz, ular parvoz qilishingizga ko'maklashadi. Ya'ni jamoadagi boshqa ishtirokchilar. Navbatdagi raqamni tanlashingiz mumkin. 6-raqam. 6-raqam. Diqqat, savol. Ana endi lirik suhbatdan jiddiy savollarga o'tamiz. Xayollarni yig'ib olamiz. Savol quyidagicha: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin qancha muddat rost tush ko'rganlar? Vaqt ketdi. Hiro g'orida bo'ladilar. 6 oymi? 6 oy davomida. 608-yil. 610-yil va hayga to'g'ri? 602 yil davomida. 2 yil davom. 38 yoshlar. To'g'rimi? Variantlar bor? Xo'sh. Variant. 2 yil davomida. 570 38 608-yil bo'lyapti shunda. 608-yilga to'g'ri kelyaptimi? 2 yil davomida. 2 yil davomida kelib turadi. O'sha Anaqa oshxonamizda aytadilar-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dastlabki anaqalari o'ngidan keladigan tush edi. Tushda nimani ko'rsalar, ertasi kuni xuddi o'sha narsa bo'lardi, o'ngida bo'lardi deydi. 10 soniya vaqt qoldi. har xil ko'rinishlarda Qaysini olamiz? Vaqt tugadi. Marhamat, javobni kimdan eshitamiz? Javobni Ayubxon Umaraliyevdan eshitamiz. Ayubxon Umaraliyev. Nega aynan Ayubxon Umaraliyev, Muhammad Yusuf, Shohjahon? Bir ko'rindilar Oyatulloh, lekin yana o'chib qoldilar.
Diyorbek. Diyorbek yordam berdilar mana shu savolga. O'zlarining mulohaza bilan. Mayli. Mayli, kelgusi savollarni albatta ulardan ham javoblarini eshitishga harakat qilamiz. Ayubxon Umaraliyev, marhamat. Hop, javobni o'zim hozir aytganim yo'q, lekin menga javob berishdi, imkonini berishdi. O'zim 6 oy deb taxmin qilib ko'rdim xolos, lekin bular o'sha g'orda qachon o'sha o'zlari yolg'iz ibodatni boshlagan paytlari bilan shuni hisoblab ko'rishdi. O'sha 2 yil bo'lib chiqyapti. Endi shunga to'xtaldik. Shuning uchun 2 yil deb javob beramiz. Javobimiz 2 yil davomida. Qaysi javob variantini qabul qilsak bo'ladi? Sizga taklif qilinganimi yoki o'zingiz taxmin qilganingizni? Shunga aniqlik kiritib olaylik. 6 oynimi yoki 2 yilnimi? 6 oyda olaylik. Muhokamaga vaqt tugagan, qaror qabul qilish kerak. 6 oy. Sal tortadilar. 6 oyda olyapmiz, bo'lmasam taxmin 2 yil. Ayubxonning o'zlarida javob to'xtatadigan bo'ldik. 6 oy. 6 oy. Qabul qildik. Qabul qildik. Ana endi to'g'ri javobni eshitamiz. Shohjahon Hamroliyev, albatta bugun g'alaba sari yetaklash mas'uliyati sizda, jamoa sardorisiz. Lekin o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, shaxsiy ko'nikmalaringiz tarafga jamoadoshlaringizni yetaklayapsiz. Bu albatta yaxshi. Lekin jamoaning foydasiga xizmat qilsa. Oxirgi bahsda ham 6 oy degan nuqtani adashmasam siz qo'ydingiz. Bunday taxminlarning nuqtasini. Ana endi ushbu taxminni, ushbu qarorni, ushbu nuqtani to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilib olamiz. Qanotlar, yaxshilab kuzating. Sardor qanday qaror qabul qildi? To'g'rimi yoki aksincha? Javob 2 yil edi. 2 yil. Lekin nega jimsiz? Nega jimsiz? Bizda shu variant bor edi, o'shanikini hozir 2 yil deganingizga o'zimizda variant bo'lib turib o'shan bermaganimizga hozir. Albatta men sizni chalg'itdim. Siz to'g'ri javob berdingiz. 6 oy. Ha, maşallah. 6 oy. Ozgina Xatar o'sha ko'zim ichimizda tushgan bizni edi. qiynagan hayajonlar chiqib ketishi uchun sizlarga yordam beryapman. Ayubxonni mulohazasi yordam berdi bizga baribir. O'zlari 6 oymikan, 6 oyda o'qigandim deb. Albatta hozir bitta savol bizni taqdirimizni hal qiladigan bo'lgani uchun vaziyat qaltis To'g'risi hozir shunaqa vaziyat turibmiz hozir. Kamtarlikni qarang, Ayubxonning mulohazasi. Lekin ushbu mulohazaga nuqta qo'ygan inson boshqa inson. Kamtarlikni qarang. O'z tegmasin. Mana shunday kamtarlik, mana shunday hamjihatlik, mana shunday to'g'ri javob ustida tortishuv va to'g'ri javobga bo'lgan intilish jamoani tark etmasin. Hamjihatlik yaxshi, faqatgina to'g'ri yo'lda bo'lsa. Noto'g'ri yo'lda hamjihat bo'lib, boshqa manbalarni hamjihatlik bilan noto'g'ri javobga yaqinlashib borish yomon. Bu jarayonni boshqarish Shohjahon Hamroliyev sizni zimmangizda. Mana shunday qarorlarni ko'proq qabul qiling. Davom etamiz. 2 ta savol qoldi. 3-raqam. Hurmatli boshlovchi. 3-raqam. Marhamat. Navbatdagi savolni tinglang. 3-savol. Avval Rasulullohning oila a'zolari, so'ngra muhojirlar, so'ngra ansorlar, so'ngra yosh bolalar, so'ngra ayollar. Takrorlayman ushbu ro'yxatni. Avval Rasulullohning oila a'zolari, so'ngra muhojirlar, so'ngra ansorlar, so'ngra yosh bolalar, so'ngra ayollar. Gap nima haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Rist. Qanday bo'lardim-ku? Nimanidir berishdi. Shunaqami? Nima aytasiz? Nimanidir taqsimlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oila a'zolari Ahli baytlariga, keyin muhojirlar, keyin ansorlar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar. O'ljalamas mabodo, agar mabodo. Rasulullohga anaqada tushgan. O'lja taqsimlash. O'lja taqsimlashga tushmaydi. Muhojir. Muhojirlarga deyiladi. Keyin ansor, chunki muhojirlar ko'proq Muhojirlar mol jihatidan, ya'ni tashab kelishgan ular Makkada muhojirlar. Siz aytganingiz yasalunaka anil anfal. Sendan Anfal surasidagi so'rashadi. Sendan qulil anfalu lillahi va rasul. Birinchisi Allohniki va rasuliniki.
so'ngra degan joy borki, anfaru lillahi va rasul. davom et. 5 soniya vaqt qoldi. Shu g'animalarda menimcha Alloh alam shunaqa bo'lsa. To'xtatamiz. Bahsni to'xtatamiz. Vaqt tugadi. Javobni kimdan eshitamiz? Oyatulloh Hamidovdan. Oyatulloh Hamidov. Savollar yana menga berishdi. Javob berish mas'uliyatini. Taxmin qilib ko'rdik. Jamoa bilan kelishgan holatda menimcha shu o'sha aytganlarda shu Anfal surasi ham keladi. Avval o'sha adashmayotgan bo'lsam g'animalar, avvalo Alloh va Rasuliniki, u yog'ini sal topolmadik hozircha. Menimcha shu bizni qisqa aytadigan bo'lsam shu biron bir joy bosib olingan emas, ya'ni islom g'azot bo'lganda yoki islom dinini yetkazish uchun shu sariyalar, fathlar, g'azotlar bo'lganda o'sha yerda o'z-o'zidan g'animalar tushadi. Ya'ni dushman tarafni nimasi bo'lsa ham farqi yo'q. Mol jonimi yoki anaqasimi, qurolli sag'az, xullas g'anima, общий aytadigan bo'lsak g'animasi. Menimcha shu g'animasini shu bo'lish, ya'ni taqsimlash paytidagi holatda menimcha aytilyapti bu aytgan savolingizdagi holat o'sha menimcha o'ljalarni shu g'animalarni taqsimlash bo'lsa kerak. Alloh a'lam. Qabul qildik. Bugun jamoadagi ko'plab ishtirokchilar taxminlar bilan murojaat qilyapti savollarga. Garchi ularni qalbida ana shu savollarga bo'lgan javoblarda ishonch bo'lsa-da taxmin deya murojaat qilishyapti. Ba'zi joylarda, ba'zi savollarda bu qo'rquvdanmi, hayajondanmi, ikkilanishdanmi yoki haqiqatdan ham bilmasdan turib taxmin qilyapsizlarmi? Ikkilanishlik bo'lyapti, ikkilanish bo'lyapti. Savol shunga nima deydi? Noaniqdek ko'rinyapti-da. To'g'ri, savollar tuzilgan, bizda hayajon bor, shunisi ham bor. Agar hisob sizdan hisobga borib qolmaganda 3 yoki 2 bo'lib turganda vaziyat bemalol javob beriladi. Masalan, aytaylik 5-3 bo'lib turganda bemalol javob berasiz. Siz yutqazib tursangiz, masalan, oddiy futbolda ham yutqazib tursangiz, qaltis vaziyat bo'ladi-ku, mana shunaqa vaziyat bo'ladi-da. Qizig'i ham mana shunda, hayotdagi futbolda qiyin ham 1-0 vaziyatlarda, qaltis hisob deyiladi-ku. hayotdagi qiyin vaziyatlarda mana shunday yechimlar qilish kerak. Ya'ni inson pastki pog'onada bo'lsa ham yuqoriga intilish kerak. To'g'ri javob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning janozalarini o'qigan odamlar haqida gap ketyapti bu yerda. Ana shu voqeani eslang. Avval oila a'zolari, so'ngra muhojirlar, so'ngra ansorlar, so'ngra yosh bolalar, so'ngra ayollar. Gap Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning janozalarini o'qigan odamlar haqida ketmoqda. Hisob 4-6. Shohjahon Hamroliyev. Kayfiyatni tushirmaymiz. Davom etamiz. Yakuniy savol. 10-raqam ostidagi savol. Savol quyidagicha. Birinchi mavsum 3-o'yin ishtirokchilari. Diqqat qiling. Savol. Islomdagi birinchi jumlaga e'tibor qiling. Islomdagi birinchi madrasa qaysi? Vaqt ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'ib jamlab dinni tushuntirgan joy. Arqam radhiyallohu anhu uylariga to'plangan. Arqam ibn Abu Arqam. Yana birinchi deyaptilar bular. Bu Makkadanmi? Makkada. Yo, rasmiy nom berilgan madrasa da'vatga anaqa oshkora da'vat ko'rsatishni o'sha joyda bo'lganda, o'sha Abu Zar G'iforiy ham o'shga kelib dinni o'rganib keyin ketganlar. Shu, men shunga ko'proq madrasa bo'lsa agar ko'proq misol madrasa qurishlik bid'at degan narsa bor. O'sha payg'ambarimizning davrida bo'lgan. Bu narsa bo'lgan o'sha paytda. O'sha madrasa bid'at hasana. Ya'ni xuddi tarovih namozi, tarovih ham jamoat bo'lib o'qilmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'bni ortlaridan qo'yganlar o'sha narsani. Buni rasmiy madrasa. Rasmiy madrasa emas. Bu anaqa birinchi madrasa, u ana o'sha. Bu bir ilm majlisi-da bu endi. Vaqt tugadi. Shohjahon Hamroliyev, bahsni to'xtatamiz. O'zim javob berishga harakat qilaman. Marhamat. O'sha islomga dastavval kirgan sahobiylardan biri Arqam ibn Abu Arqam radhiyallohu anhu ning uylarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'ib o'sha yerda shariat, din ahkomlarini tushuntirganlar dastavval. O'sha G'ifor qabilasidan bo'lgan, hammamiz biladigan Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu ham ana shu madrasada o'sha Rasulullohni qo'yarga qo'ymay kirib shariat ahkomlarini o'rganib, keyin ilk marta
o'sha la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini ilk bor jahriy aytib, keyin o'zlarining qavmlariga qaytib ketadilar. Qabul qildik. Ana endi to'g'ri javobni eshiting. Ya'ni Arqamda, madrasa nomi Arqam. Qabul qildik. Ma'lumotlar uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shohjahon Hamroliyev o'zi odatda fiqh bilimdonlari ko'rsatuvida ham, yo'lovchi ko'rsatuvida ham ishtirok etganlarda ma'lumotlar berish bilan boshqalardan ajralib turadi. To'g'ri javobnigina emas, to'g'ri javobni atrofidagi ma'lumotlarni ham to'liq berishga harakat qiladi. Mana shu jihati bilan ajralib turadi. Yakuniy savolimizda ham aynan mana shu jihat bilan farq qildingiz jamoadoshlaringizdan. Ushbu javob to'ppa-to'g'ri Shohjahon Hamroliyev. Tabriklaymiz. Hisob 5-6. Hisob 5-6. Barakalla. Chiroyli o'yin, chiroyli bahs, manfaatli javoblar, Bitta xato qildik. chiroyli hamjihatlilik, qolaversa chiroyli yetakchilik harakati uchun minnatdorchilik bildiramiz. Jamoat keldi demang ham, lekin Jamoat jamoatda haqida ayollar. nima uchun jamoatda muhojirlar ansorlar bo'lmaydi deganni o'ylab qoldim. O'shanga Bahsni endi to'xtatamiz. Savollar tugadi. Ana endi bemalol bo'lishingiz mumkin. Savollarimiz boshqa yo'q. Natija 5-6, lekin bu hayotdagi bizning ilm darajamizni belgilovchi natija bo'lmasligi kerak. Bu qaysidir olayotgan ma'lumotlarimizni ko'rsatish uchun bir bosqich. Bundan keyin ham inshaalloh bosqichlar bor. Chunki yo'lovchi ko'rsatuvini ham kimdir bir bosqich deydi. Ana undan keyin mana azon klub tashkil etildi. Ana undan keyin ham inshaalloh loyihalarimiz ko'p. Bundan tashqari ilm birinchi navbatda ko'z qilish uchun emas, amal qilish uchun o'rganiladi. Bizning oramizda eng yaxshilarimiz bilganlarimizga amal qilguvchilarimizdir deyiladi. Bugungi loyiha haqida fikrlar. Shohjahon Hamroliyev, sizdan boshlaymiz. Nima yetishmadi jamoaga? Nega hisob 5-6 bo'ldi? Nima xalal berdi sizga? Savollar qiyinlik darajasi endi juda qiyin ham demaymiz. Endi har bir banda Alloh bildirganini biladi. U faqih bo'ladimi, dunyo tan olgan ulamo bo'ladimi? Alloh bildirgandan boshqasini bila olmaydi. Biz u tolibi ilmlikni ham da'vo qilmaymiz hatto. Endi 2-3 ta kitob o'qib qolgan odam tolibi ilmlikka ham yaramaydi aslida. Jamoamizda hayajon borligi, xususan o'zimda ham hayajon borligi bilinib turdi. Endi Allohning qadarida bori bo'ladi-da. Alloh taolo hamma narsani yozib qo'ygan. O'sha qadar, o'sha narsani Allohning bilganiga to'g'ri kelish o'sha narsa qadar bo'lsa, demak Alloh taolo shu narsani xohlagan va shu narsa bo'ldi. Umuman olganda loyiha yaxshi o'tdi. Men bir jamoa bo'ldik. Muhimi, tanimagan insonlarimni Muhammad Yusuf, Diyorbek va Oyatullohni tanidim. Ayubxonni endi yo'lovchi onlaynda ko'rib, bilib, tanishib, o'sha kommentlarni bir-birimizga yozib turardik. Umuman olganda loyiha yaxshi o'tdi. Yutqazganimizni hisobga olmaganda, lekin qadarga norozi bo'lishlik musulmonga yarashmaydi. Shunday ekan, bu ko'rsatuvni tashkillashtirgan ijodkorlarga, ma'muriyatga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh taoloning roziligini tilaymiz barchasiga. Sizning ham ishtirokingiz, sardorligingiz, yetakchiligingiz uchun katta rahmat. Kim ilm yo'lini tutsa, Alloh taolo uni jannat yo'liga yo'llab qo'yadi. Albatta farishtalar ilm talabidagi kishiga rozi bo'lib, qanotlarini yozib turadilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana shu so'zlarni eshitdim dedilar. Ilm talabidagi kishini mag'lub bo'ldi deyish birozgina noqulay. Bugungi o'yinda barchamiz g'olibmiz. G'alaba muborak bo'lsin. Ilm sari otlangan safaringiz xayrli bo'lsin. Azon TV, Azon klub ilm sari odimlashda davom etadi. Bugungi hamrohlarimiz Shohjahon Hamroliyev boshchiligidagi 5 ta inson bo'ldi. Ularga ishtirok va chiroyli o'yin, manfaatli javoblar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli tomoshabinlar, sizda ham Azon klub bilimdonlariga savol yo'llash imkoniyati bor. Ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga savollar tuzib yo'llang. Inshaalloh navbatdagi bahslarda sizning ham savolingiz bilimdonlar tomonidan javob topishi mumkin. Unga qadar esa Allohning panohida bo'ling.
Muborak mebel fabrikasi. Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 99 115 55 07 99 115 55 06. Hurmatli bilimdonlar, studiyadan chiqqaningizda maxsus tilaklar devori bor. Birinchi mavsum ishtirokchisi sifatida ana shu devorga o'z tilaklaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan kelgusi loyihada ko'rishguncha xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.